Assalomu alaykum hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun 2026-yil 13-mart, to'g'rimi? 13-mart biz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Sovsan mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Jovlibobo o'g'li Baxtiyor fermer xo'jaligi dalasdamiz. Aynan mana shu yerda biz 2025-yilda 11-sentyabr kuni bug'doy ekilgan. Mana shu bug'doy 11-sentyabr kuni ekilgan. Mana hozir biz bilan birgalikda shu Yakkabog' tumani hokimi maslahatchisi Xolmirzo To'rumov. Xolmirzo aka To'rumov, keyin o'sha Yakkabog' tumani hokimini qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari O'rolboy, O'rol Nurmonov va Shohjahon Mustafayev. Shohjahon Mustafayev aynan o'sha nimada Yakkabog' tumanida qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i, shundaymi? Ochilib Jamshid. Mana shu Baxtiyor o'g'li, Jovlibobo o'g'li Baxtiyor fermer xo'jaligi raisi hisoblanadi. Mana Hoji aka, endi mana shu yerda masalan biz 6 yildan beri ekmayapmiz. Yer haydalmayapti. Faqat yer haydalmasdan ekilyapti mana shu dalada. Undan tashqari nariyoqdagi dalalar ham bor. Endi hozir ko'rsatamiz. Mana agar e'tibor bersangiz, mana siz o'z dehqonsiz-ku, to'g'rimi? Mana qarang, yer qanday yumshoqligini mana. Bu o'simlik qolliqlari bor mana. O'simlik qollig'i shu o'tgan yilgi o'sha yilgi bug'doyni qollig'i bor. Bu yerda mana shunday. Endi umumiy olganda siz o'zingiz fikringizni ayting-da mana shu yerda. Birinchi sizda ko'zingizga yarq etib tushgan kamchilik yoki buni haligi ijobiy tomoni o'zingiz fikringiz. Ya endi holati tubson yomon emas. Faqat g'allani ochligida emas, agar tubson yomon tushmadi. Ochligini endi men hozir Jamshidga aytib kelyapman. Endi bu nima berish kerak? Holati yomon emas, bu to'g'ridan to'g'ri ekilgan. Shunday. Shudgor qilinmagan. Mana o'zi ko'rinib turibdi-ku mana. Bo'lmasa mana o'simlik qolliqlar bo'lmasi kerak-ku, bilasiz-ku. Nima nav ekilgan o'rog'dan? Bu qayroqtosh navi. Havosi qancha uni? Nimasi? Vegetatsiya davri. Vegetatsiya davri endi buniki shu 220 kun atrofida. Holati yomon emas. Martda 13-mart holatdagi lalimi g'alla deb hisoblanadi. Bu lalimida, lalim. Endi ko'rib turibsiz mana. Qarang, lalimi shu yerga ishlov berilmasdan O'rolbek mana shuda mana. Shuni endi faqat Jamshid, men bu Jamshidga bo'lmasa ancha oldin aytdim. "O Jamshid, ertaroq sen bug'doyga nimani ber?" Endi qarangda, bular hammasi boyagaligi hokimning gapida, mana miya qotib qolganda, mana boya menga aytadi, "Aziz aka" deydi, "o'tgan yil 26-martda bergan ekanman." "O, kalla" dedim. "To'g'ri aytdimmi senga?" "O, sen u yog'i bilan ishing bo'lmasin. Yil-yilga to'g'ri kelmaydi. Qishloq xo'jaligida masalan o'tgan yil 26-martda men o'g'it beruvdim, bu yil 26-mart kutmaslik kerak. Chunki bu yil holatda aynan nimaga? Bu yil fevral oyi bizda issiq keldi. Shunday. 26 gradusgacha isidi. Bug'doy umuman o'sishdan to'xtamadi. Bug'doy yaxshi o'sdi va rivojlandi. Shuning uchun ham qarang mana. Nimasiga qarang, endi bu menga boyagi o'g'itni ber deb aytayapti-da. Bitta holat och. Bitta shu holat. O'zim ham men dalaga shunda kirgandan aytdim Jamshidga. Aytdimmi? Holat och. Mana och. Mana qarang, tubsonga qarang-da, biz endi mana zo'r bu. Lalimi uchun tubson. Lalimi uchun mana tubsonga qarang mana. Holati yomon emas. Endi 5-yilmi, 6-yil ekilyapti deyapsiz, tushunishimcha. Endi qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak. Mana qarang-da. Holati shunday. Hoji aka, bu yerda bunday bo'lyapti-da. Bu mana sen Jamshid aytdi, ozgina bu kishilarga ozgina ma'lumot bergin, o'zing necha yildan beri qanchadan? Chunki bu kishilar senga o'rganishga keldi, to'g'rimi? Shunday. O'rganamiz. Biz shu 2019-yildan beri shu yerga notil texnologiyasini qo'llab ishlab kelaman, shu yerga ekib kelaman. Bug'doy, arpa, hashaki, no'xat, zig'ir, masqar. Endi bu yil simishka ham ekdim. Hali hozir borib ko'rasiz, kunga borib lalmi simishka. Buni almashma ekinda ham qo'llaymiz. Bu yerga o'tgan yili hashaki, no'xat ekilgan. Endi bu yerga. Shu almashma ekinni qo'llagani shu boyagi ustozim aytganday tartiblari bor. Tartibini qo'llab, bu yerni yuqori hosil olishga harakat qilamiz. Endi tomonlari shu boyagi o'simlik qoldig'ini qoldirib, keyin almashma ekish tizimi, keyin mana shunday ishlov bermaslik, mana shu orqali hosil yuqori olamiz. Bu
qo'shni dalalardan nisbatan men bu yerdan yuqori hosil olishimga qiziqishim 21, 22, 23-yildan beri boshladi. Chunki boshida yog'ingarchilik yaxshi bo'ldi, 19-20lar stabil bir xil olib keldim-da. 21, 22, 23-yil bilsangiz, qirg'oqchilik kelgan yili bu atrofda hech kim menday g'alla olmadi mana shu yerdan. Men bu yerda 25 dukkakli ekilgan tushunishimcha bu. Bu yergami? 25 dukkakli kelgan. Ha. Ekilgan. 25 dukkan. Almashtirib Shunday. Almashib ekinni qo'llaymiz, to'g'ri qo'llaymiz. Zo'r. Bu novtil texnologiyasi degancha bor ekan. Qarang. Qurg'oqchilik yillari ham mana shu qo'shni dalalarimizda 23-yillari oxir, 25 ta oladigan bo'lsak, 200 kilo, 300 kilogramdan o'sha rasxodini qoplamaydigan bo'lgan yili men shu yerdan 1 tonna 100 dan bug'doy, 1 tonna 500 dan bug'doy, 1 tonna 100 dan arpa olganman. Shu dalamdan. Olganlar necha kilo oldi? Shuni ham aytdi. 300 kilo, 200 kilogramdan bir qanday xarajat sentrdan olinganda men olganman. Olganlar 300 kilo. qancha oziqa nima qilyapsiz? Oziqani har yili o'zi 100 kilogacha karbamid yoki 80 kilo karbamid, undan keyin 2 marta suspenziya beramiz. 2 marta suspenziya обязательно beramiz. Yo'l ham yog'ingarchilikka qarab beramiz. Bo'lmasa 1 marta. Yog'ingarchilik ketishiga qarab. O'zimiz bilan maslahatlashib. Hozir mana hozir urushayotgan sababi ham shu. Bunga men necha kun bo'ldi men senga aytgan o'g'it ber degan. Shunday bir hafta, 2 hafta bo'lib qoldi. Men sovuq keldi, sovuqdan keyin beraman deb kutib turdim-da. 15 kilo sal o'tyapti. Necha kilodan o't berasiz? Agar adashmasam. Yo'q, hali bor. Hozir siltra beradi. Hozir karbamid alimi uchun o'ta boshladi. silitra 100 kilo beraman-da. 100 kilo atrofida siltra beradi, bo'ladi. Undan ko'p ham beramiz larmaga. Keyin hozir nima edi? Karbamid 80 kilo, 70 kilo berardim. Kali ham beradi. Kali bermaydi. Yo'q, NPK bilan beradi. NPKda NPK beriladi, suspenziya beriladi-ku. Suspenziya berilganda bu 18 ni gektariga 3 kilogram atrofida beradi. 18 3 kilogramdan beradi, lekin 2 marta beradi. Bu endi bizda boyagi o'zimiz. Shu paytda agar mana bu vegan o'tlar bo'ladigan bo'lsa, mana vegan o'tlarimiz bor-ku. Vegan o'tlarga birdaniga Grand Star Plus Bek degani bor, 75%. Ana shundan gektariga 25 gramdan uni ham berib beradi. O'sha boyagi suspenziya bilan birgalikda-da. Ana shunda masalan, shuni hisobida mana buni o'tgan yilgi hosildorligi 2 tonna bo'ldi. Gektardan 2 tonna oldi. 20 sentrda. 20 sentner oldi. Boshqa dalalarda fermerlar 1 tonna ham olaman. Endi shu endi suv tanqisligiga cho'ladi. Qarang, suv tanqisligiga olyapti bu 2 tonna. Lekin buni hozirgi eng yuqori hosili 52 sentnerdan qibraydi. 52 sentnerdan qibraydi oldik, to'g'ri? Eng katta yuqori. Men bo'lmasa unda YouTube'da kanalga qo'yganman-da men buni. Qibrayda ham bor-da yer. O'sha Qibraydagi yerda 52 sentnerdan oldi. Birinchi biz bu bilan haligi kombayn yurishi bo'yicha hisobladik. 46 sentnerdan hisoblasam, keyin bir paytda bu menga bir oydan keyin aytib, akademiya Tarazdan o'tgani 52 dan bo'ldi. 55 gektarda. 1 gektar emas, 2 gektar emas. Atrofda qarang, ana shu yerda atrofda fermerlar nechta tonnadan oldi shu yilda? Ana davlat 1,5 tonna 2 tonna. Qarang, 1,5 tonna 2 tonnadan olyapti. 15-20 sentner olyapti, sizniki 50 gektar. 100 gektar kartada. 100 gektarlik. 100 gektar endi qarang. Nima? Yerimizda 100 gektar. Xolmirzasi. Yo'q, Xolmirza aka bilaman. Hoji aka deb aytgan hozir mayli Xolmirza aka. O'zingiz qanday qulay bo'lsa shu bo'ladi, to'g'rimi? Xolmirza aka bunday. Men aytmoqchi bo'layotganim, bu borku bizning bitta yo'nalishimizda. Bu yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyamiz bitta yo'nalish. Mana o'zingiz hozir ahvolni ko'rib turibsiz. Misol uchun odamlar bunday ko'chat hali yoqda tursa, hali ekkan yo'q. Yo'q, hayoligim kelgan. To'g'rimi? Egim ulgurolmadi. Chunki endi egaman deganda jomir jo'yaptidan egamay qolyapti, to'g'rimi? Bosh quruq keldi. Bosh quruq keldi mana. To bu yerda dekabrgacha bo'lmadi. Yomg'ir bo'ladimi deb qo'rqib ekmagan. Ekmadi. Ha, bizlar mana qarang, bizlar bor-ku mana. Shu yomg'ir Mana buni men aytmayman. Masalan, Jamshid ikkovimiz biz mana shu 11-sentyabrda, 10-sentyabr oyida lalim yerlarda yerga ishlov bermasdan ekishdi. Bizlar ikkovimiz shu haligi yaratdik deb aytmayman. Bu narsani. Nimaga? Chunki buni Avstraliyada eng qurg'oqchil keladigan G'arbiy Avstraliya bor. Avstraliyada g'arbiy tomoni borda. O'sha G'arbiy Avstraliyada bor yo'g'i 200 mm lik yog'ingarchilik yog'adi.
200 mm. Bularda 350 bularda hozir mana bu yerda. 250 mm yog'ingarchilik bilan 3 tonna hosil olyapti. Nimaga? Chunki ular bug'doyni boyaga quruq payti egib qo'yadi. Hech kimga kerak emas payti egadi, keyin o'zi jomir jovadi-ku, jomir jovgandan keyin o'zi kelaveradi. O'zi chiqib kelaveradi. Ana shuni hisobda namlikdan samarali foydalanganligi uchun ular kamida bu haligi 2,5 tonna, bu yoq 3 tonna, 3,5 tonnagacha. Umumiy boyagi g'arbiy Avstraliyaning bitta katta shtatni shu million gektardan ortiq yeri bo'ladigan bo'lsa, bug'doydan shular shu 2,5 tonna, 3 tonna hosil olyapti. Qo'y. Bitta nimani? Biz keyin ularnikini nima qilib? Nega endi avstraliyaliklar qilsa biz qilolmaymiz? Bizda ham ulardagi bor notil selka bizda ham bor. Yerga ishlov bermas ekan degan selka. Dedimdagini 9 nechinchi yil edi? 2022-yili 9-sentyabrda birinchi marta ekdik. Ana shundan beri bu doimiy ravishda quruq bo'lsa ham yerga shunday egib qo'yadi. Biz ham mana buni chuqurligini 6-7 sm qilganmiz. Ekish chuqurligi. 6-7 nimaga? Siz bilasiz. Biz Xolmirzo aka haligi nimada lalimida provokatsiya degan narsa bor. Agar ozgina yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, u yomg'irimizga nima urug' ozgina dimiqsa, haligi shu nima deydi, namlikni o'ziga tortsa, oxirigacha masalan 50% namlikni ololmaganligi uchun o'zini vazniga nisbatan u chiqmaydi. Chirib qoladi. Chirib qoladi. Ana shuni oldini olish uchun biz chuqurroq ekyapmiz. Ertaga zo'r yomg'ir bo'lgandan keyin o'sha 6 sm ga yetib borgandan keyin Nima yaxshi bo'lgandan keyin pop etib chiqadi. Birovlar aytayapti, aka deydi 11-sentyabrda ekibsiz, dekabrgacha qarab o'tiribsiz. Uni unuvchanligi kamaymaydimi deyapti. Men aytayapman, uka. Bormi yo'qmi bilmayman o'ralda ekan. Men aytayapman, uka. Unuvchanligi mayli yo'qolsin. 4% yo'qolar, 5% yo'qolar. Lekin qolganlar ekanga yo'q hali. To'g'rimi? To'g'ri. Mayli unuvchanligini yo'qotmadi. Ekkan yo'q ular. Biz hozir ekib o'tiribmiz-ku. To'g'rimi? Mana sizlar umuman Yakkabog' tumani hokimiga men minnatdorchilik bildirmoqchiman. U kishi masalan yangilikka qiziqadigan odam ekan. Birdaniga kechagi meni gapni shunday tushundidagin aka dedi, bo'ldi dedi. Bu Uralni o'zi yangilikka qiziqadi ekan. Chunki Ural men bunga Toshkentdagi o'qishga borganda nima berdik-da biz? Ma'ruzatni mana shu bo'yicha. Aka dedi, nimaga dedi, Qamashda qilyapsiz, Sharsabzda qilyapsiz, o'rtada biz qolib ketyapmiz deb aytayapti-da. Nasib bo'lsa endi sizlarda ham boshlaymiz. Mana qiziqish bor. Ko'rdik, bu zo'r. Mana bu haqida ham ozroq nima bering. Ichim qizib boryapti mana shu. Nima bo'yicha? Hozir. Dukkakliga. Yo'q. Yo'q. No'xat ekdik deganingizga aytyapman. Hozir. Uni endi hozir nima qilamiz? Umuman sizni umumiy fikringizni qanday bo'ladi? O'ralbek? Juda endi masalan bular 3-4 ham bergan bayaga. Men aytgan gaplar hammasi to'g'rimikan ish qilib? Aniqligi bu yerda yana ham to'g'riligi o'zim ko'z bilan ko'ryapman. Qo'yib qolishlar eshitgandim. Masalaga urinib bu aytgandek vaqti muddati bu yomg'ir kutib o'sha qolib ketgandan keyin baribir ham ozroq bor deb buni oziqlantirsa. Bir oziqlantirsa bo'ldi bu. Lalimada bunday mana shu qilishi nimani haqiqatdan targ'ib qilaverish kerak. Shunday. Bu minus tomonga yuradigan emas ekan. Bu minusda yuradiganlar tannarxi past bo'ladi, eng nimasi. Shunday. Yetishtirilgan mahsulot tannarxi pastroq tushadi. Qoplaydi u. Shunday. Bu yerga. Xolmirzo aka, mana sizga o'xshagan borki, dehqonlar kerakda bizga. Buni yo'q qilinglar deydigan. Chunki faqat almashtirishga. Dehqonlar bor-ku, ko'proq dehqonni gapiga quloq soladi. Shunday. Meni o'ylaydi, ular asfaltdan tushmagan, hech narsani bilmaydi deydi-da. Men holbuki mana shu qishloq xo'jaligida 83-yildan beri yuribman. Men u 1 yillik emasman, men haligi hamma joyi shundaymi? Hamma joyi, bir xohlang yuring, mana qilgan. Bir o'sha boyagi sochnik bilan ekilgan, mana qarang, qushib ketadi demaysiz, qo'rqmaysiz. Tushunyapsizmi? 6 sm chuqurlikka yo'q. Xolmirzo aka, qush umuman kelgan yo'q. Yo'q, baribir ko'milgandan keyin qushni men bunday qilyapman-da, mana qarang-da, qush kelyapti. Qush o'sha payti bu baribir ham qotdi bo'ladi-ku shu paytda. Va aynan o'sha ekayotgan paytingiz. U keyin keladigan tumshug'i bilan bunday qilib yorsa borki, kirmaydi-da u.
narga haydalgan tomoningizda bor-ku. U boyagaligi porsullaq bo'lib turadi-ku, u ishib turadi. U keladidan tumshug'i bilan nima qilib olib ketadi? Mana u bo'yicha alohida biz video ham qildik, Jamshid, to'g'rimi? Buni qush yemaydi. Qush umuman birorta qush yemaydi. Hozir men bu selkani hali uzoqdan ko'rdim, lekin yaqin ko'rganim yo'q edi. Mana shuni faqat enini qancha o'yib ketyapti shu urug'taylaydigan joyda. Endi mana shu yerda 2 sm bo'ldi. Boshqa hech Chuqurligi 7-6 sm chuqurligi 7 sm ga tushyapti. Keyin turpani bosib ketyapti. Oxirida katok bor. Katok o'zi ishlab ketadi. Bo'ldi. Prislab ketadi. Xo'sh. Katok o'zi ishlab ketadi. Urug' bilan o'g'itni ham birga berib ketadi. O'g'itni ham beradi. Oziqlantiradi. Fosforli o'g'itni berib ketadi. Fosforli, Birdan berib ketadi. Ha, shunday, birdan Bir beradi. ustidan katta bilan yopib ketadi. Urug', o'g'it yopiladi. Bo'ldi. Keyin kutib o'taman. Yomg'ir yasingandan Bu narsa juda endi buni targ'ib qilish kerak. Bu shuni qo'llash kerak mana texnologiyani. Shuning uchun biz shu tomoniga harakat qilyapmiz endi ko'proq odam bilsin Yer deyapmiz. qotyapti, shunlar bo'lmaydi, boyagi bo'lmaydi deyotmaydi-da. Hop, sentyabrda ekib Mana qo'ydik. qarangda mana bu yomg'ir yerda tutmaydi. hozir nariyoqqa boramizda, narigi boshqa bor, narigi boshdan ham ko'rsangiz. Bir xil. Bu yerda masalan biz boyagi nima deydi? Haligi hokimlarni kelishiga, komissiyani kelishiga ishlaganimiz yo'q. Bu o'zini boyagi istash uchun ishlayapti. Bitta gerbitsid uring. Sizga bitta gerbitsidni uringda karbamidga endi siz kechki asma deyman. Endi selektorani bosib bering. Mana 17 ga yomg'ir bor, shungadir. Bitta urib taylasangiz, bo'ldi. Yomon bo'lmaydi. Keyin qarang. Hoji aka, bunday qilamiz. Bizlar bu yil shu may oyida bu yerda bitta dala kuni o'tkazamiz. Zo'r bo'ladi. Qishloq xo'jaligi vazirligidan odamlar chaqiramiz, sizlarni chaqiramiz. Ana shuni hammani Lalima maydonga dehqonchilikqa Hisor tomonni to'liq ko'rsatish kerak. to'liq olib kelib o'shalarni ko'rsatamiz shu yerda. Chunki bu borku, bu hammamizga kerak-da bu. Shu narsa. Shuning uchun bizda haligi ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar, sizlar bizni kuzatib boring. Mana Xolmirza akani o'zi shu necha yillik dehqon, bu kishi mana bitta ko'rganda ko'p narsani tushundi, to'g'rimi? Shunday. Shu bu yerda bu texnologiyani, shu afzalliklarni birdaniga tushundi. O'ylaymizki, mana shunga Xolmirza akaga o'xshagan, O'rolbekka o'xshagan, Shohjahonga o'xshagan o'sha boyagaligi nima deydi? Fermerlarimiz, qishloq xo'jaligidagi mutaxassislarni keyingi bundan keyingi bo'ladigan bularni nima deydi? Ishlari orqali o'ylaymizki, mana shu texnologiya yana ham boshqa joylarda, ko'proq joylarda ekiladi va joriy etiladi. Sizlarni ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotgan paytlaringiz shu turli xil boyagalik o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringizlar. O'sha fikrlar qoldirganda shu mutaxassis sifatida fikr qoldirsalaringiz, biz hamma o'sha fikrlarga, izohlarga javob berishga harakat qilamiz. Barchaga katta rahmat. Endi hozir bir mana bu haqida